Bu kino men ko'rgan eng qo'rqinchli va eng kulgili kino. Tanishing, bu bolaning ismi Richi. U professional o'g'ri. Richini bir mafiyadan katta miqdorda qarzlari bor. Mafiya Richiga bir qimmatbaho hojini o'g'irlab kelsa, uni barcha qarzlaridan voz kechishini aytadi. Richi bunga rozi bo'ladi. Qimmatbaho hoj ushbu binoni baland qavatida joylashgan edi. Richi hojini qo'lga kiritadi, ammo pastga tushayotgan paytida liftda juda ham odamlar ko'payib ketadi. Lift 13-qavatga kelib ishdan chiqdi va to'xtab qoldi. Richi hojini o'g'irlaganim uchun menimcha politsiya bilib qoldi va shuning uchun lift to'xtab qoldi deb o'ylaydi va liftdagi barcha insonlarni garovga oladi. Ammo 13-qavatda Richini va liftdagi odamlarni undan ham dahshatli narsalar kutib turgandi. Ha, to'g'ri topdingiz. Bu 13-qavatda odamxo'r va maniaklar bor edi. Ular birin-ketin qamalib qolgan odamlarni shafqatsizlarcha o'ldiradi. Richi va tirik qolganlar endi birlashib bu yerdan chiqib ketish yo'lini izlashlari kerak. Film juda ham komediya va juda ham qo'rqinchli tarzda suratga olingan. Filmni to'lig'ini ko'rishni istasangiz ushbu videoga like bosing va menga obuna bo'ling. Kinoni to'lig'ini mana bu yerda chiqib turgan Telegram kanalimga tashlab qo'ydim.